Iskandar Zulqarnayn. Bu Aleksandr Makedonskiy emas, chunki shuningdek Yajuj va Majuj qissasi. Ba'zi kishilar Aleksandr Makedonskiy bilan Iskandar Zulqarnaynni ikkalasi bitta shaxs deyishsa, ayrim kishilar esa Iskandar Zulqarnaynni Aleksandr Makedonskiyga hech qanday aloqasi yo'q deyishadi. Avval Aleksandr Makedonskiy haqida so'z yuritadigan bo'lsak, u tarixiy shaxsdir. Tarix sahifalaridan ma'lumki, miloddan avvalgi 360 yilda Makedoniyada Filip II taxtga o'tiradi. Miloddan avvalgi 336-yilda Filip II o'ldiriladi va uning 20 yoshli o'g'li Aleksandr otasining taxtini egallaydi. Aleksandr Makedonskiy Kichik Osiyo, Suriya, Falastin, Finikiya, Misr yerlarini qo'lga kiritadi. Aleksandr Makedonskiy Afg'onistonning janubiy tomonlarini egallab, Hindukush tog'lari orqali O'rta Osiyoga ham kirib keladi. O'rta Osiyodagi Baktriya, Sug'diyona, Marg'iyonani egallaydi. Miloddan avvalgi 324-327 yillarda u Hindistonni zabt qiladi. Aleksandr Makedonskiy miloddan avvalgi 323-yilda vafot etadi. Iskandar Zulqarnayn haqida esa Qur'oni Karimning Qahf surasi 83-98 oyatlarida shunday deyiladi: Ey Muhammad, sizdan Zulqarnayn haqida so'raydilar. Ayting, men sizlarga u haqdagi xabarni hozir o'qib berurman. Dar haqiqat, biz unga, Zulqarnaynga bu yer yuzida martaba berdik va istagan barcha narsasiga yo'l imkoniyat ato etdik. Bas u avval g'arbga qarab yo'l oldi. Ketayotib quyosh botadigan joyga yetgach, uning quyoshning bir loyqa yoki qaynoq buloq ortiga botayotganini ko'rdi va buloq oldida bir qavmni uchratdi. Biz, ey Zulqarnayn, yo ularni azobga duchor qilursan yoki ularga yaxshi muomalada bo'lursan dedik. U aytdi, zulm qilgan kimsani albatta azoblagaymiz. So'ngra Parvardigoriga qaytarilgach, u zot uni yanada xunuk azob bilan azoblagay. Endi iymon keltirib ezgu ish qilgan kishiga kelsak, uning uchun go'zal mukofot jannat bo'lur. Biz ham unga ishimizdan osonlarni buyururmiz. So'ngra u sharqqa qarab yo'l oldi. Ketayotib quyosh chiqadigan joyga yetib borgach, uning quyoshning bir qavm uzra chiqayotganini ko'rdi. Biz ular uchun undan quyoshdan to'suvchi biron parda qilmagan edik. Uning ishi shunaqa. Albatta biz uning huzuridagi ilmlarni ihota